katta tandirimizni dastavka qilib olib keldik bitta xonadonimga. Bunaqa dastavkalar faqat yeysan yana deysanni qo'lidan keladi. Xudo xolasa osma tandirlarni xonadonga dastavka qilib olib berdik. Bu osma tandir so'raganlar uchun mana spesialni eksklyuzivniy tandir yasab qo'ydik. Bu tandirimizga yopgan nondan 22 ta ketadi. Tandir ichi pishgan, tayyor holda keladi sizlarga. Bu tandirlarimizni o'tinda ishlatib olasizlar. Ballonlari bor, joyini o'zgartirib ishlatib olasizlar. Mana o'tin xonasini ochib olgan bitta yoniga narsalarni taxlab qo'yib, sovuqdonlarni bemalol yopib olsanglar bo'ladi. Ustlarida naveslarigacha bo'ladi, yomg'ir qorlarda qolmasligi uchun. Bu yerda mana o'tin xonalari, o'tinlarni mashga taxlab, eshiklarni yopib qo'ysanglar bo'ladi. Bu tandirlar butun O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmati bor, yetkazamiz. Sizlarga ham dastavka qilib berishimiz mumkin. Narxini bilmoqchi bo'lsanglar, shunda bitta like bosib, plus qoldirsanglar, sizlarga narxini albatta yozib yuboramiz. Ko'rinishi ham mana xudo xolasa doda bo'ldi. Hozir o't betini artib, surtib, o'zgartirib ishlatsanglar ham bo'ladi. Mana bu tandirlarimizni ko'rasizlar, suyniga o'xshab turibdi. Har xillaridan bor. Dastavkalar ham bor. Bu tandirlarga 70 ta tomsa 10 ta non ketadi. Full bo'ladi. Olasiz, ishlatasiz, shunda tayyor qilib olib boramiz. Hamma navorlari ichida. Maza qilib ishlatsanglar bo'ldi. Ovora bo'lib yurmaysizlar. Nerjavikidan bo'lgan go'sht navorlari, go'shtlarni taxlab qo'yib qo'vrasizlar. Bular narxini bilmoqchi bo'lsanglar, mana shu videoga bitta like bosib, plus belgisini qoldirsanglar, narxini bitta yozib yuboramiz sizlarga.